Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Shahboz Ismoilovich revmatologiya markazida shifokor revmatolog sifatida ish yuritaman. Bugungi bemorimiz Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Rahmat. Baxtiyor aka bizga vaskulit diagnozi bilan davolanib yuradilar. Bu Instagramlarda ham video chiqargandik bu kishi bilan. Uni ham ko'rganlar bordir. Hozirda ikkinchi marta bizda davolanib chiqayaptilar. Har doim nazoratimizda turadilar. Baxtiyor aka, bu etaplarga kelgunga qadar vaskulit tashxisi bu yerda qo'yildi sizga. Atak unga qadar jarayon qanday o'tgan, bir shular haqida, o'zingiz haqida ham avvalo qisqacha ma'lumot berib, undan keyin qanday jarayonlar bo'lib o'tganligi haqida bitta ma'lumot bersangiz kuzatuvchilarimizga. Rahmat. Men Narzulla Baxtiyor, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Oybuloq qishlog'ida yashayman. 1921-yil 2021-yil shu og'ir xastalikka chalindim, nimaligini bilmaydim o'zim. Ko'p bansi kasalxonalarda yotdim. Boshlab Samarqandda. Keyin og'irlashdim, Toshkentga ketdim. Oxiri hech narsa yeb bo'lmay qoldi, ovqatlanish vobshe yo'qoldi, faqat atalar. Yurishdan oyoqdan qoldim, ovqat yeyish yo'q. Oxiri tomirlar yorilib ketdi. Qo'lda, oyoqda tomirlar yorilib ketdi. Undan keyin qisqasi javob beriverdi Toshkentda. Uyga javob berdi. Javob beriverdi. Bildik endi natija yo'q. Keyin shu tanishlar bor edi, Turkiyaga maslahat qildi. Rasmga tushirib, yoqqa videoga olib tashlab berdi. Davolaymiz deydi. Keyin samolyotda 3 ta sedenkada yotqizib Turkiyaga olib ketdi meni. 3 kishi bo'lib ketdik. Oilam, farzandim, bir o'rtog'im bilan. Turkiyada keyin ichkarida rak deb o'ylagan ekanda. Ichak oyoqlar tomiri yorilgandan keyin ichkarida yoriladi deb. Men ukamga aytgan, akalarga iskoga bor degan. Akalar iskoga boryapti, qabul qilmayapti. Qisqasi, bordik, yo'q, akalarga chiqmadi. Juda ham yaxshi qaraydi, davoladi. Og'riqlar qoldi, ovqat yeydigan bo'ldim, lekin har 3 oyda kelasiz dedi. Dori borib tekshirtirib, dori ichib yuraydim. Keyin yana bu yerda shomillab, qaytalab og'riq bo'ldi. Toshkentga ketishimda yana oyoqda tomirlar yorilib ketdi. Yana bordim Toshkentda davolandim. Qaytib keldim, yana og'riq. Yana bordim, yana qaytib keldim, yana og'riq. Sразу yana oyoqda. Yana og'riq. Yana Turkiyaga ketdim. Borgandan keyin prednizolon dorini eng past dozada ichib yurasan. Nimaga to'xtatib qo'yding buni? Dedi-da, keyin shuni past dozada ichib yurdim, yo'q. Keyin sizlarga keldim. Yana og'riq bo'lganda, o'tgan safargimda yaxshi, zo'r. Bunaqa nima bo'lmaganda bironta bansada. Aniqlik bilan davolagan yo'q edi, to'g'risi. Endi boshqa nimalar xafa bo'lishmasin. To'g'risi ham shu. Yoki endi shomillab yurish mumkin emas, shunaqa aytgan menga. Shu meni deb shomillab yurdimda, vaqt o'tkazdim to'g'risi. Sal kuchaydi. 2021-yilda boshlangan. Bizga 2025da boshida keldi, adashmasam. Shunga davr, mana 4 yil, 5 yil davomida sizga qanday diagnozlar qo'yishdi? Ular qanaqa diagnoz asosida sizni davolashdi? Birinchi geni bar edi Samarqandda. Samarqandda. Chunki oyoq qo'llam ishlamay qoldida. Qonni yuvdi. Plazmaferez qilgan. Chap taraf ochildi 3 marta yuvgandan keyin. Lekin o'ng taraf ko'p ochilmadi. Shundan keyin og'riq kuchayib ketdi qo'l oyoqda. Og'riq qoldi, ukalar majbur qilinaydi, iloji yo'q, chata bo'lmaydi. O'shalar yara qilar ekan dechaklarni. Shuni hisobiga keyin yana qanaqa tashxislar qo'yildi, endi esimda yo'q, men eslamayman, tilim kelmaydi. Keyin sizlar aytdingiz vaskulit deb. Shu esimda qolgani shu vaskulit deganimiz. Turkiyadachi? Turkiyada ham shunaqa dedi, vaskulit dedi shekilli. Vaskulit. Shunaqa. Vaskulit dedi. Qarash, yaxshi. Endi bormayapman, xudo shukr hozir endi. Borishga, shu, men shu yaxshi. Oxir topdim men joyini. Endi biron nima bo'lsa, bezovtalik bo'lsa, yo'l kelaman to'g'risi. Qarash, yaxshi. Rahmat sizlarga. Shunchalik e'tibor, aniqlik bilan tashxis qo'yish. Bizni markazimiz haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Zuhalmet revmatologiya markazi asosan mana shu revmatologik kasalliklarga asoslangan klinika hisoblanadi. Bu yerda
bir necha nafar revmatologlar xizmat ko'rsatishadi. Agarda sizlarni ham revmatologik biror kasalliklar, ushbu holatda avtoimmun vaskulitlar yoki bo'lmasa bextirov kasalligi, podagra, artritlarni turli xil tumani yoki bo'lmasam artroz kasalliklari bo'ladimi, qanaqa turi bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu yerda ishonchli dalillar bilan ishlaydigan hamda sizga aniq diagnoz qo'yib, shu diagnoz asosida yaxshi davo muolajalarni olib boradigan vrachlarga, mutaxassislarga ishonib topshirishingiz mumkin o'zingizni. Avval bizda ham mavhum bo'ldi-da, sizda diagnozingiz. Kelyapsiz, ko'ryapmiz, buncha etaplardan o'tib kelgansiz, ko'rib chiqyapmiz. Ko'pchilik kasallikka tortadi. Revmatologik kasalliklar sistemning ichki a'zolarida ko'pchiligi zararlanganligi sababli biz har bir kasallikda iskulet chiqishimiz kerak bo'ladi-da. Keryapmiz, tekshirishlar o'tkazyapmiz. Tekshirishlar asosan revmatologiya tortyapti. Ko'rsatkichlar tortyapti, lekin qaysi kasallikligini aniq biz nima qila olmayapmiz-da. Undan keyin bu kishidan so'radim. Turkiyada qanaqa tekshiruvlar o'tkazgan, qanaqa analizlar bo'lgan, hammasini olib keling dedim. Uni ertasi emas, undan indin kuni olib keldilar. 3 kun bu yerda faqat simptomatik davo bo'ldi. Bu yerga yotdilar, o'sha bezotaliklarga qarshi nima lechina bo'ldi. Shu asosda ertasi kuni bir paket narsa ko'tarib kelyaptilar. Qanchadan qancha disklar, qanchadan qancha analiz tekshiruvlar. Uni olib ketdim uyimda, men ham uyda o'sha kecha ko'rib chiqdim-da. Qiyinchilik bo'lgan tomoni terminlarga tushunamiz-ku, lekin ularning tiliga, turk tili nimasiga biroz qiynaldim. O'sha mahal tarjimon juda yaxshi yordam berdi. Hali ham turibdi u narsalar tarjima qilganlarim. O'shalar orqali konkretni kerakli narsalarni nima qilib ajratib olgandan keyin, hamma kriteriyalarni yiqqanimizdan keyin topdim deb xursand bo'lgandim-da o'shanda. Siz harakat qilasiz, o'sha mevasi chiqqandan keyin juda xursand bo'lasiz-da. Shunday. O'shanda sizga vaskulit tashxis qo'ygandik. Eozinofilli vaskulit, Charles-Stross deydi bu kasallikda. Xudoga shukr, hozir o'sha bo'yicha lechinalar ketyapti. Uyda postoyanni tabletka ichib yuradilar bu kishi, nazoratda turadilar. Biz bilan xohlasalar telefon orqali aloqada bo'lib turadilar. Telegram guruhlarimiz bor, ularni kuzatib boradilar. Shunday. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Biz bir sababchi-da, avvalo Xudoyim. Bitta narsa aytdi, esimga tushdi, doktor. Endi Toshkentda ko'p yotdim-da men asosan. Endi o'g'lim postoyan yurdi edi. Doktor telefon nomerini biladi. Javob beraverdik, endi bo'lmaydi dedi. Endi keyin oradan Turkiyadan kelib 5 oydan keyin 6 oydan keyin bordim. Toshkentga? Ha, o'sha doktorni vrachni oldi endi. Bordim. O endi o'ylagan ketdi deb o'ylaganda. Keyin so'rayapti. Aytayapti. O'g'lidan nima deb so'rayman endi? Yaxshimi deb so'rasam, bu odam o'tgan o'sha. O'sa deb so'ramadim dedi. Sizni o'g'lingiz ko'rgan, o'zingiz ko'rmagan. Endi o'g'lim ko'rmagan. So'rashga bo'lmayapti dedi. Telefon qilib. Nima bo'ldi so'rashgan? Chunki jim dedi, hech menga aloqa yo'q dedi. Bu ketgan deb o'yladim dedi. Telefon qilganimda u yuragim yorilib ketdi dedi. Yurib bordim chunki oldiga. Shuna voqealarim bo'ldi. Rahmat sizlarga, doktor. Sizga ham katta rahmat. Ishlaringizga omad. Ma'lumot berganingiz uchun rahmat. Iloyim sog' salomat bo'lib. Rahmat. Xudoyim panohida yuring siz ham.